Mahalla instituti fuqarolik jamiyatining asosiy bo'g'inidir. Muqimiy mahallasidagi 44 nafar Manan uyg'oq xotin-qizlar va yoshlar vakillari bu yilgi paxta 2025 kampaniyasida haqiqiy jasorat va jonbozlik namunasini ko'rsatib kelmoqda. Ular barchaga ibrat bo'lib, jonkuyar mehnati orqali 106.920 kilogramdan ortiq hosilni xirmonga qo'shishdi. Har bir terimchi kunlik 80-90 kilogramdan ortiq paxta yig'ib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda. Bir o'ylab ko'ring, daladagi har bir terimchi o'z oilasiga qo'shimcha daromad, farzandlarining baxti va kelajagiga sarmoya yaratmoqda. Paxta terimi sog'liq uchun ham foydali mashg'ulot. Chunki sof havoda mehnat qilish, jamoada bir maqsad yo'lida harakat qilish har bir insonning kayfiyati va ruhini ko'taradi. Eng muhimi, bu mehnat oila budjetiga katta yordam, jamiyatning yuksalishi va davlat iqtisodiyotining ravnaqi uchun beqiyos hissadir. Shu bois terimda qatnashish faqat xohish emas, balki har bir fuqaroning muqaddas burchi. Esenliklar ko'proq. Mavsum boshidan buyon paxtaga chiqib, paxta teryapmiz. Bu chiqishimizdan maqsad birinchidan bizga sog'liq uchun. Mas paxtaga chiqyapmiz ekan, bitta biz quyoshning nurini olib, toza havoda, barf havoda mazza qilib paxtani teryapmiz. Oyoqlarimiz og'rig'i birinchidan yo'qoldi. Men shuni o'zim tan berdim. Keyin olgan havo nafasimiz shunaqangi tozaki, mazza qilasiz bitta. Quyosh nuridan energiya olyapmiz. Butun fuqarolar yig'ini Kumushto'la ko'chasidamiz. Shuncha ayollar yoshi teng qurimiz, mana biz 70 ga qarab ketyapmiz yoshimiz. Ammo hali charchaganimiz yo'q. 15-sentyabrdan boshlaganmiz chiqishni. Qaytira qilganimiz yo'q. Teryapmiz paxtani. Fermerlarga ham rahmat, vaqtida pulini beryapti. Oziq-ovqatlari yaxshi, sharoitlari yaxshi. Paxta ko'tarmaymiz, oldimizga olib borib, bizlarni ko'tarib olib beradi. Qiyinchilik yo'q. Terish uchun targ'ib tushishni olsak, qandaydir bir sabab turibga chiqadi. Yotsa, yotadi, telefon ko'rib, televizor ko'rib yotadi. Lekin o'sha kunda qaynana qosh qovog'iga qarab, yomon ko'rinib, undan qaynana metalab chiqib va ona bola birgalashib harakat qilsa, shu oila budjetiga qanchalik foyda keltirasiz hisobingiz o'zicha. Chamalab ko'rdingizmi, misol uchun, mavsum boshidan o'zingiz olayotgan pulingiz Judayam yaxshi. Budjetga nihoyatda foydasi bor. Misolda mana men o'zim pensiyaga bo'lsam, pensiya olsam, bu paxta tergan pulim meni o'zimni shaxsiy pulimda, peshana teri qilib, topgan pulim, xohlagan narsamni olaman, biroq xo'jayin bas. Kundalik mevaralarga narsa beryapman, mana o'sha puldan. Kapsulalarni qilyapman. Juda yaxshi ishlayapsiz, paxta pulimni. Hali bemalol ekan ish qilib, o'zingizni budjetingizga ham ancha foyda. Oilaviy budjetga. Mana vaqtimizni buni olyapmiz. Kecha uni olib keldi, buni olib keldik bizga. O'sha mashinadan. qarzdorligi borlar bor. Kommunal to'lovda qarzi borlardi. Qarangki, kirib soliqdan uchib olaman, falonchi xon, mana qarzingiz bor ekan. Bir kunda 24 soat turib, 8 soat chiqaradigan bo'lsa, 16 soat hech yo'q. Chiqib, paxtaga chiqib, obedgacha obeddan tersangiz 50 kilo, o'sha 2000 so'mdan 100 ming so'm uyab kelib turib, soliqni to'lovni qilasizmi, kommunal to'lov qilsangiz, shu foyda emasmi desak, erincholar. Bularga shunaqaga qana bir maslahat bergan bo'lardilar. Ular chiqish kerakda. Chiqish kerak. Masalan, istoqalar mana uyimizga borib, uyimiz gazlisiga. Yotoqxonada to'g'risi ham. Xudo ertalab esalamat tong qizdiraydi, ertalab shu yorug' yuzidan jalani yuzini ko'raydi. Shoshilib turamiz, tong otib ertalab harakat qilamiz. Uyimiz ishlaridan shu ulgimiz, shu dalaga harakat qilib, nima qilishga Hammasi shu yordam beryapti. Ana bu she'rga bugun soliq to'lab kelarsiz, bo'ldi dedilar. Men ketmaydim. Mana siz gapingizni eshitdimmi, qarang. Gapingiz birorta muhtojligingiz yo'q, chorvangiz bor ekan, parandangiz bor ekan, yerdan hosil olar ekansiz. Shunga qaramasdan davlat mana. Paxta boyligimiz hammamiz uchun shu paxtani tersak, hammani qorni to'q bo'ladi. Katta rahmat. Albatta. Yurtimiz uchun bizning hissamiz shu ekan, yordam beramiz. Boshidan oxirigacha o'tgan yil ham boshidan oxirigacha chiqamiz. Sog'ligini berib
Shu narsani bitta paxta 250 ga ortdi. Juda strategik ahamiyatga ega bo'lgan xomashyolar. Davlatimizda paxtamiz bor ekan, tijorat qiladi. Bunaqa yaganda maqtafam. Nima misolda mana odam nondan zeriqmisiz, paxtadan zeriqmisiz ekan. Kechgacha teramiz tag'in, bugun charchab ertaga dam olaman deymiz. Yo'q, ertalab buni paxtani ishqa bor ekanda, ertalab qog'ozni yana kelaveramizda. Oq oltinda bekorga aytilmaganda. Paxtada yaxshi osilibmi? Juda Nazorat qilyapsizlar. Hayajonlar sizlarga birov aytmagan, eshitmagan bitta yangilikni aytadi. O'sha Nimada? Bu paxtachi men hali ertalab mesela yoshlarga aytdim. Terib turib aytdimki, Sherimaga, bu sanatoriya biz uchun. Sanatoriya. Birinchidan sog'lig'ingizga foyda. Butun organizmingiz harakatda bo'ladi. Bilan muloqotda bo'lasiz, gaplashasiz. Asablaringiz dam oladi. Oilaviy nimangiz, tashvishingiz jinday bo'lsa ham kechgacha uyingizda dam olib turadi. Charchab borasizda uyingizga osh-ovqatingizni yeysizda, dam olishga harakat qilasiz. G'avg'o qishovani jinday nariga surasiz, ertalab yana qochishga harakat qilasiz. To'g'risi ham sanatoriya. Chaman osilganini ko'rib mazza qiladi. Eynasa bugun teryapmiz. Men chiqqan odamlarni ko'ramiz. Mesela nimaga rahmat, shunchalik mehnat qilib, Juda ochilgani. Mana ko'rdinglarmi, rasmga olib Paxta rosa chiroyli. ochilganda men O'shanga fermerga aytdim hali. Yildan keyin ham taklif qilsalar, paxta yana xuddi shunday bo'lsa keladi. Doim shunday bo'ladi. O'zi Olimjon akam agronom, shu nafsi nashlik instituti vakili. Bu bir o'sha paxta bunday e'tibor bersang, hamma ma'ruzalarda har xil navlar bor-da. O'shani xudo xolasa bizga tushgan o'zi ham, ya'ni 33-atriyatga tushganning o'zi ham, yerni o'zi ham bir omad. Ikkinchi omad shu 33-atriyatning boshida sizlarga o'xshagan nima deydi? Quvnoq jamoani yig'ilgani bir omad. Xudo xolasa atrofimizga yig'ib shanba bozor ertagaligi bitta odamni ko'paytirib qilsak, ertaga xudo xolasa bitta bir san'atkorlardagi va sovg'alarni berib, hozirda fondab qilamiz doirani. Hozirda fondab doira qilib bir chiroyli Aziz yurtdoshlar, shanba va yakshanba kunlari dam olishni samarali o'tkazing. Dalaga chiqing, terimchilar safida o'z o'rningizni oling. Siz tergan har bir kilogramm paxta yurt ravnaqi, farzandlarimiz kelajagi va oilamizning farovonligi demakdir. Birgalikda harakat qilsak, xirmonlarimiz to'lib toshadi, yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shgan baxtli fuqarolar safida bo'lish sharafiga ega bo'lamiz. Hormang paxtakorlar.